o'rtasidan bo'lib ikkita ikki xonali qilsangiz bo'ladigan shunaqa zo'r novostroykamiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joylarini ko'ring. Yunusobod Shaharsanskiy ko'chadamiz. To'g'ri Shaharsanskiy metroga chiqiladi. Bu tomonga esa Mega Planetga chiqiladi. Chinobod sanatoriya, Chinobod plaza yonida joylashgan domimiz. Bu videoni aka va uy bilan shug'ullanadigan akalarga like bosib jo'natib parkovkalar va domni ko'rinishi, liftlar bor, podyezdlari keng. Mana shu xonadon yonida bitta eshik qo'yib, teng ikkiga bo'lsangiz 75 kvadratda ikkita ikki xonali uy bo'ladi. Bu tomon uchun bitta sanuzel, bu tomon uchun bitta sanuzel. Suv va kanalizatsiya stayaklari o'tgan, gazlashgan. Birinchi oynak, umumiy hisobda 7 ta oynagimiz bor. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi oynak 6-7 tani ko'rsatamiz. Kadastrni 2 ga bo'lsangiz, gaz, svet, suv, litsey-o'shotlarni alohida qilib berar ekan. Terrasalar bilan 6 va 7 oynagimiz, ikkinchi xonadonimizni sanuzeli, suv, kanalizatsiya stayaklari o'tgan. Bunaqa variantlar har doim chiqavermaydi. Hamma kadastr chiqqan novostroykalarda $1000 baland. Bu narxi $950, 150 kvadratimiz shunda bizni $2500 bo'lyapti. Ikkita xonadonli bo'lib qolasiz. Telefoningizni kutamiz, bosing.